odatda inson ro'zani tutgandan keyin nihoyasiga yetganda dasturxonni ustida o'tirgan paytda qalbi musaffo bo'ladi. Janob payg'ambarimizdan hadis borki, ro'zador bandaga Alloh ikki xil xursandchilikni ato etadi. Birinchi xursandchilik iftor vaqti yaqinlashgan vaqtda xursand bo'lar ekan. Ikkinchisi, meni dargohimga kelgan paytda meni o'zim xursand qilaman deydi Alloh. Iftorning vaqti yaqinlashganda bekami ko'z shu ro'zani tutdim, nihoyasiga yetkazdim. Endi hozir og'zimni ochib mana shu noz ne'matlarga og'zim tegadi deb bir xursand bo'lsak, og'iz ochilgandan keyin tutgan ro'zamiz uchun Allohning dargohida yana bir xursandchilik bo'lar ekan. 10 dan 700 darajagacha Allohning savobi bo'lar ekan boshqa ibodatlarda. Lekin Alloh marhamat qilyaptiki, bandamni qilgan jami amallari o'zi uchun, lekin ro'zasi men uchun. Ro'zani savobini men beraman. Bu hadisning sharhi nima bo'ladi? Mana jumaga keldinglar. Ming odamni ko'zini oldida hozir namoz o'qiysiz, xalq ko'ryapti. 5 mahal namozni ham odamlarning oldida qilamiz. Zakot bersak, zakotimizni olgan odam bilyapti. Yo bo'lmasam hajga borsak, million odamning o'rtasida haj qilyapmiz. Kelgandan keyin 1000 ta odamni chaqirib osh berib ma'lum qilyapmiz. Lekin ro'za Alloh bilan bandani o'rtasidagi sir, Xudodan boshqa hech kim bilmaydi. O'zini shahvatini, nafsini tiyish, o'zini borlig'ini Allohga baxshida qilish bu ro'zador odamdagina bo'ladi. Bandam meni uchun nafsini tiyib, shahvatdan tiyilib, yeyish-ichishdan tiyilib turibdimi? Ro'za tutdi deb yozib qo'yinglardir ekan farishtaga Alloh. Savobini men o'zim beraman. Uni savobini hech kim bilmas ekan, darajasini qanaqaligini. Shunday bir darajani Alloh qalbi musaffo bo'ladigan xursandchilikda ro'zador bandasiga berar ekan.